Assalomu alaykum hammaga. Siz Baxtiyo'z kanalini kuzatib boryapsiz. Hozir men sizlarga proxodnoy utkulchatel bitta lampochkani 3 ta utkulchateldan qanday yoqib o'chiriladi, qanday ulanadi, shu haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Bular mana oldingi videoimda ko'rmaganlar bo'lsa kirib ko'rsam, ikkitasini bitta lampochkadan ikkita joydan qanday yoqib o'chirishligini ko'rsatganman, qanday ulanishini. Endi bunisida 3 ta joydan qanday yoqib o'chirish kerakligini, qanday qilinish kerakligini ko'rsatib o'taman. Xo'sh, bo'lmasa boshladik. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun mana podrazvetkalarga qo'yib aniq ko'rsatishga harakat qilaman. Xo'sh, bu ham tayyor mana. Endi mana asosiy ulaymiz. Buni ham hammasini bittaga suqib olamiz. Yana suqamiz. Bunga suqiladi mana. Endi bu lampochkamiz mana. Lampochkaga faqat ikkitalik kerak bo'ladi. Buni ham suqamiz bu tarafga. Xo'sh, bu gilamli tok, gilamli faza, chitdan prямой keladi. Buni bu yerga tiqamiz. Xo'p, endi shu yerda e'tibor beramiz, qanday ulanadi. Bu qarasanglar, shu stenada hammasi katalog bu lampochka tepada bo'ladi. Faqat stenada bez korobka podrazvetkaning ichida qanday ulanishini ko'rsatib o'tyapman hozir. Bo'lmasa boshladik. Bizga ulagani va bunaqa narsa kerak bo'ladi. Bu vaga deyiladi. Buni har xil anolari bor. 3 taliklari bor, 5 taliklari bor. Ulagani oson, agar bu yo'q bo'lsa, izolent orqali ulab qo'ysa ham bo'ladi. Xullas, bo'lmasa boshladik mana. Birinchi qiladigan ishimiz mana gilamli tok. Bu lampochkaning noli mana ko'ki, bu ko'klar nol vazifasini bajaradi. Buni hozir gilamli tok bilan lampochkanikini nolini, ko'klarini bir-biriga ulab qo'yamiz. Ikkalasini. Bu ikkalasi ulandi. Gilamli tokimiz turibdi mana hali. Bu lampochkaniki bittasi, gilamlisi. Bu utkulchatelniki hali ulangani yo'q mana hali shunday turibdi. Endi buni keyingi qiladigan ishimiz bu o'ng tomondagi utkulchatelimizda korishnivisini, fazasini gilamli tokimizga ulaymiz buni. Buni ham ulab qo'yamiz. Xo'sh, mana bu ham ulandi. Endi qolyapti, buniki sarig'i bilan ko'ki qolyapti, hali ulangani yo'q. Endi qarang. Keyingisi bu chap tomondagisi buni korishnivis bilan lampochkanikini ikkalasini bitta qilib ulanadi bular. Buni ham ulab qo'yamiz. Xo'sh, bu ulandi mana. Endi qaranglar, bu ikkala utkulchatellarga sarig'i bilan ko'ki ulangan yo'q hali, qolganlari ulanib bo'ldi. Faqat ikkalasiniki qoldi. Endi buni bu o'rtaga ulanadigani, buni nomi perikrosniy deyiladi. Perikrosniy utkulchatel proxodnoy 3 ta joyda yoqish uchun shunaqa bo'ladi. Bunga 4 ta kabel kerak bo'ladi. Bu tomondan 2 ta, bu tomondan 2 ta suqiladi. Xuddi mana shu ikkala ko'k bilan sariq, buniki bu utkulchateldagi ko'k bilan sarig'ini, utkulchatelda ko'k bilan sarig'ini ikkalasini hali ulanga yo'q. Shu ikkalasini mana shunga ulaymiz. Hozir qanday ulanadi sizlarga ko'rsataman. Buni qayerga ezilsa bu bunaqa tepaga pastga eziladi. Xuddi shuni bunaqasiga turma-turi panosida o'tish kerak. Ikkala ko'kini ulaydigan bo'lsak, mana ikkala ko'ki bittasi bu yerdan suqamiz hozir. Mana sizlarga ulab ko'rsataman. Xo'sh, ko'ki bu yerdan suqyapmiz. Qatirib qo'yamiz. Ikkinchisini
bu tarafidan suqamiz. Mana to'g'rima-to'g'risidan bu yerdan suqib qatirib qo'yamiz buni ham. Xo'p, ikkitasi ulandi. Endi faqat mana sariqlari qolyapti. Bu sariqlarini yonidagilarga ulaymiz. Xo'sh, bu ham bunday ulanadi. Bunisi bu yoqqa ulanadi. Yonidagiga. Mana bu tayyor ulanib bo'ldi. Mana ulayotganda adashmaslik kerak bunga. Mana buniki отдельный kelib bu tarafga bir tomonga suqilyapti. Buniki chap tomondagisi kelib bir tomonga suqilyapti. Xullas buni misol tayyor ulanib bo'ldi. Mana endi sizlarga hozir buni yoqib ko'rsataman. Buni ichkariga tiqib yuboramiz. Keyin bu ichiga shunday o'rnaydi. O'rnatamiz. Shu ulanishga bu ikkalasi mana bu yerda tayyor. Endi ko'kimizni ulaymiz bu yoqda, yoqamiz. Mana endi bu xohlaganingizda yoqib o'chiraverasiz. Buni mana 3 ta joydan xohlaganingizdan yoqasiz, bunisidan o'chirasiz, bunisidan yoqasiz, o'chirasiz, xullas ketaveradi shunaqa qilib. Bezakka ishlayveradi. E'tiborlaring uchun rahmat. Hozir men sizlarga yana bitta variantini ko'rsataman. Korobkada ulanadigan varianti bor. Xo'sh, mana endi mana bu korobkada ulanadigan, patologda bo'ladigan korobkasi, bular pastda bo'ladigan bo'lsa bor varianti. Buni endi asosan shu ko'pchilik shunaqanaqada ulaydi, korobka qilib, podrazyetkada birinchi ko'rsatganimda anaqalarda ham yo'q, lekin YouTube'larda ham yo'q, faqat shu korobkada ulab ko'rsatishadi ular. Xullas hozir buni bunday bo'ladi keyingisi, agar korobkada bo'ladigan bo'lsa, qanday ulanadi. Endi uning uchun bizga xuddi shu qolgan narsalar shunday turadi, faqat bizga yana bunaqa kabel kerak bo'ladi. Ikkita ko'k, ikkita sariq. Xuddi shu hozir qo'shiladi. Buni bu yoqqa ulaymiz hozir mana. Xuddi shu oldingi aytganimdek xuddi anaqasi bir xil bo'ladi. Shunday bittasi bu yoqda, bittasi bu yoqqa ulanadi. Hozir ko'rasizlar. Bu ulanyapti mana. Ko'ki ham to'g'rima-to'g'ri ulanadi. Endi bu yerda faqat ko'k bilan sariq bo'lish shart emas. Prosta men tushunarli bo'lsin deb hozir ko'k sariq qilib adden-adden ko'rsatyapman. Shu nima bo'lmasligi uchun 4 ta kabel, bitta kabelda faqat 3 ta bo'ladi. Endi bu patologdan pastga olib tushganda iloji yo'q, endi ikkita kabel tashlanadi, iloji yo'q. Chunki 4 talik kabel bo'lmaydi. Xullas mana bunimiz ham tayyor. Hozir bu yoqqa solib olamiz buni ham. Tushunarli bo'lish uchun. Bu tayyor. Endi mana biz korobkaga ulaymiz. Korobka bu patologda bo'ladi, esdan chiqmasin. Lampochka bu yoqdan kiradi. Bu lampochka. Ularni suqmasdan oldin gilamni to'k, lampochka ikkalasini ulaymiz hozir sirazi. Buni nolini ulab olamiz. Gilamni to'k bilan lampochkani nolini ulab olamiz. Xo'sh, bu ulandi mana. Endi bizga kerak bo'ladi bu 3 talik kelgan o'ng tomondagi yutqizgichimizniki bu yoqqa suqamiz. Buni qo'shib ulaymiz bu yerga. Buni mana karishnigiisi bilan gilamni to'k karishnigisini bitta ulab qo'yamiz ikkalasini. Buni uladik mana. Endi buni bu chap tomondagisini ulaymiz, ikkinchi yutqizgichimiznikini bu yoqqa suqamiz. Buni karishnigisini bu lampochkani karishnigisiga suqamiz. Ikkalasini bitta ulaymiz. Xo'sh, bunday ulanadi. Mana endi
bu hali ulangani yo'q, endi boradi. Endi bu tayyor mana. Hozir buniki bilan buni ko'k, bu o'ng tomondagi kurchatirni ko'ki bilan sarig'i ulanga yo'q hali, chap tomondagisi ham ulanga yo'q hali, xuddi shunday turibdi. Endi bunga mana buni mana 4 ta bo'lishining sababi shu to'ralasi ulanish kerak bir-biriga. Buni bu yoqdan suqiladi-da, bu tarafdan shtub adashib ketmaslik kerak. Ulayotganda hozir men hammasidan o'qilib, mana ikkalasi bu yoqda ikkalasi addenni ikkita, bu yoqda ikkita. Xo'sh, bu mana ikkalasini bu yoqdan ulaymiz. Ikkala sariq bilan ko'k. Buniki mana sariq bilan ko'kini ko'kka ulaymiz. Ko'kka ulanadi. Sarig'iga ulanadi buni. Xo'p, buniki bo'ldi o'ng tomondagi. Endi chap tomondagisi qoldi. Endi bu yoqdan ham mana ikkitasi qoldi mana. Buni ham xuddi shunday qilib ulab qo'yamiz bu yoqdan ko'kini ko'kka. Ko'kini ko'kka ulaymiz buni ham. Xo'p, mana sarig'iga ulaymiz. Xullas mana ulab bo'ldik. Endi ulayotganda juda adashib qolmanglar. Mana addenni bo'lish kerak. Buniki addenni bir-biriga qo'shilib adashtirib olmaslik kerak. Mana hammasi ulanib bo'ldi mana. Endi bu tayyor. Buni shunday yopib tamom bo'ladi. Endi to'shni ulaymiz. O'sha bu yoqda ishilaveradi. Bu korobka, bu addenni. Birinchi variantimiz bu yo'q edi. Faqat buni ichida ulanayotdi. O'rtadagini ichida ulanayotdi. Endi bu varianti korobka bo'ladi. Bunaqa hozir ko'p joyda faqat shunaqa korobka bilan ulanadi bunaqalar. Hozir buni sinab ko'ramiz mana. To'shni uladik. Mana xuddi shunday oldingi qanday ishlatadi, xuddi shu holatida ishlayveradi. Bu prosta korobkaliz xolos. Shunaqa ikki xil variantda ulasa bo'ladi. Xullas, video yoqqan bo'lsa like bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Xudo xolasa keyingi videoda xuddi shuni 4 ta kurchatirdan bitta lampochkani qanday yoqib o'chirish kerakligini, qanday yoqib o'chiradi, shu haqida ko'rsatib o'taman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'linglar.